Assalamu alaikum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasincan Sadıq Çoğlanın Bahadırnamə namlıq romanının davamını alğaysızlar. Samarqand Mavara Nahir paytaxtı eğir sükut küçümgən idi. Mirza Ulug'bek dadısı Şahrux Mirza'nın vafatı bilan bir yıllık musibet çakarlığalık üçün yuqori dərəcəlik əmrlərdən tatıb oddiy mulazimlarıca bək törlərdən tatıb puhralarıca qarlıq libaslarını kiyişkən bulup ünlük avazda gep qilish, külüş, naqsh tovlash, saz çelish, toy, bəzmi baravat ötküzüş qattiq çəkləngan idi. Çaş saqallardaki oq xeyli avub biraz cüdəb qağında görünadigan Mirza Ulug'bek taxtda soğun o'ltiratdi. Xonning kayfiyatıga, chiroy ifodasiga moslashishga odatlangan amirlar shu topda Mirza Ulug'bekdan o'ta dardlanib, beshini tuvan selishganicha jimjit o'ltirishadi. Shahnishida chivin ushsi anglanadi. On hazratimga ma'lum bo'lg'ay. Hirotga ketgan oyg'oqchilardan xabar keldi. Mirza Ulug'bek gavdasini ruslab, horg'in ko'zlarini yoltish begiga tikdi. Xo'sh, İşan Şeyh Nizamiddin Xomush hazratlari Hirotga borgandan keyin Udulla Xonzoda Abdullatif xon oliylar bilan ko'rishibdi. O'ttirdi bo'lingan gap so'zlardan xabar tepdim. Hirot ordisidan tantanalikcha İşan hazratlari Shahsoni Guharshat begim Xonzoda bilan xufiyona suhbatlashganmish. Ular o'ttirsida bo'lingan gap so'zlardan xabar topolmabdi. Ammo İşan hazratlari murd muxlislariga va'z etganda Xonzoda Abdullatif xon oliylarining boboyi buzurgi Shahrux xon oliylarining haqqoniy sayyidlik martabasiga pat yaqinda varislik qildiganligidan bishorat beribdilik. Shahsoni Guharshat begim Xonzodaga taxtda o'tirish murosimi o'tkazib berishga tayyorlik qilayotganligi ma'lum. Hirot ko'chalarida Xonzoda Abdullatif Mirza Samarqandga berib taxtda o'tirg'idak, Mirza Ulug'bek oliylari Hirotga qaytib kelgidek, bolasi Xoqon otasi noyib bo'g'dak degandek fitna fasodlar xeyli avib qolganmish. Mirza Ulug'bekning yuragi mushuk tatilgandek echishib, so'lg'in chiroyi tatirib ketdi. Turqidan ich-ichidan o'rlab turgan g'azabini tasdi besiyotgandek ko'rinadi. Yana jo so'radi Mirza Ulug'bek tishlarining orasidan chiqarib. Xonzoda xutbini o'zining nomida o'qishga farmon jakarlabdi. Aqlsiz badrak! Mirza Ulug'bek o'zini tutib ololmay taxtning yonliqiga g'azab bilan musladi. Cho'chib ketgan amirlar kirpidak tugilib ketishdi. O'zlariga hoybaslar oliylari, dedi Shayxul Islom Burhoniddin. Xonzodaning beshini dil qiyiqlar aylantirib olgan o'xshaydi. Nasihat qilsalar adabga qaytib qolur. Husumatchilardan hazar aylamak kerak. Shayxul Islom Burhoniddinga agishib boshqa amirlarga tasalli berishga kirishdi. Ammo bu tasallilar Mirza Ulug'bekning qo'lqiga kirmaydi. Ko'z oldiga onasi Guharshat begimning so'g'uq, takabbur talati, o'g'li Xonzoda Abdullatif xonning oyosizlik chiqib turgan ko'zlari kelib olgan edi. Dadisi Shahrux xonning vafotidan xabar topgan Mirza Ulug'bek ordisidagi yuqori darajalik amirlarni elib oldirash tinash Hirotga yetib keldi. U shahar darvozasida istiqbolga chiqqan Hirot amirlarining orasida o'g'lining yo'qligini ko'rib biroz ranjigan bo'lsa-mu, Asiyodi dadisining musibatida qolg'asqa buni surist qilib ketmadi. Lekin Xonzoda Abdullatif xon orda darvozasidan ko'rinmadi. Shahnishiniga kirib kelgan Mirza Ulug'bek dadisi Shahrux xonning taxtida yiqmay o'tirgan o'g'lini ko'rib hayron qoldi. Taxtning yanidagi kursida onasi Guharshat begim o'tirardi. Mirza Ulug'bek adabsiz o'g'liga g'azab bilan bir qarab o'tgandan keyin darhol onasiga salom berdi. Assalomu alaykum. Muhtaram validay buzrukning oltin bo'ylari omon bo'lg'ay. Mirza Ulug'bekning ko'zlaridan taramlab yosh to'kildi. Biroq Guharshat begim o'g'lining bo'yniga eslib g'oz ichish, tasalli berish u yoqda tursin,
o'rnidan qimirlabmi qo'ymadi. Abdullatif xon taxtda o'ltiraverishdan xijil bo'ldimi, aytavur asta o'rnidan turdi. Ammo ko'rishish uchun dadasining oldiga kelmadi. Gövhersat begim Mirza Ulug'bekka sovuqli bir nazar tashlab o'tib, eg'iz ochdi. Harmag'aylar. Tinch aman keldilimi Noibxon oliylari. Shu topda Mirza Ulug'bekning yugurib berib, onasining bag'riga o'zini otqisi, onasi bilan birga dadasining g'ozisini ochqisi bor edi. Lekin onasining sovuq, takabbur chiroyiga qarab, simoqdek erib ketgan vujudi birdan muzladi. Joyida maxluq qo'ygandek turib qoldi. Qazog'i rizo, balog'i sabr. Hammamiz Allohning ilkidamiz. Yana Allohning dargohiga qaytamiz. Al-hukmilillah. Gövhersat begim Mirza Ulug'bekka anish ashundoq tasalli bergandan keyin texchil o'rtirgan navrisi Abdullatif xonga yuzlandi. O'ltirib olsizlar xon oliylari. Mirza Ulug'bek onasi Gövhersat begimning o'zini Noibxon deb, navrisini xon oliylari deb atag'iniga alohida diqqat qildi. Bu xil tangsiz muomala vujudidagi hasratga hasrat qo'shdi. Onamning bu nima deganidir? Yoki xon otamning musibatiga bardoshlik bermay esini yo'qotdimi? U degan mening o'g'lim xonzoda tursa, qandoqsiga xon bo'lib qolg'udak. Xonlik martabasi menga tegil bo'lish kerak edi. Qasdan shundoq ota-otamdigandi yoki odishvatamdigandi. Xonzoda qandoqsiga otamning taxtida o'ltirib oldi. Ajab, menga salommi bermay butda ketib turdi ya. Yuragi qisilgan Mirza Ulug'bek xiyolini davomlashtirolmadi. Mehribon ona yiroqdan yo'l jafosi tortib kelgan o'g'lini emas, taxtda o'ltirib kosalar og'rib ketgan navrisini o'ltirishga taklif qilib, Mirza Ulug'bekni o'ng'aysiz holatga tushirib qo'ygan edi. Taxtda o'ltirgan o'g'lining oldida o'ri turish Mirza Ulug'bekka g'or kelgan edi. Shu topda o'g'liga tanbeh berishdan o'zini aran tutib turadi. Bu ahvolga shohid bo'lgan amirlar nim deyishini, nima qilarini bilmay bir-biriga yer tegidan qarshib oldi. Jannat makon padar buzrukning tuproqini tavob qilib kelay. Mirza Ulug'bek shundoq degunicha onasi Gövhersat begimning javobini kutmayla kayniga yondi. Samarqanddan birga kelgan amirlar Gövhersat begimga oldirastina salom berib etib, Mirza Ulug'bekka ergashdi. Onasining sovuq muomalasi bilan o'g'lining adabsizligidan qattiq haqoratlangandek tuyg'uga kelib qolgan Mirza Ulug'bekning vujudini tasvirligisiz bir hasrat chirmib olgan edi. U Go'ri amir maqbarasiga qandoq kelib qolganini bilmadi. Dadasi Shohruxxonning tuproq beshiga silingan joy namozga yukingunicha qiroat qilishga boshladi. Uning ovozi mo'ngluq titraydi. Ko'zlaridan taranlab yosh to'kiladi. Shu topdagi turqi onasidan ozor yegan kichik bolaning dadasiga dodlab yig'lig'iga o'xshaydi. Mirza Ulug'bek 3 kungacha o'rniga qaytmay, dadasining tuproq beshida Qur'on tilovat qildi. Bu 3 kun jarayonida o'g'li uni faqat yo'qlab chiqmadi. Go'yo dadasi yerotda mavjud emasdek, bu'si qazo qilib ketmagandek. 3 kecha Mirza Ulug'bekning ko'ziga faqat uyqu kelmadi. Gohida muzdek tuproq ostida yotgan dadasi bilan, gohida osmon gumbizni bezab yelinjab turgan yulduzlar bilan sirdoshdi. Uningga ilgari sho'x, jazibdor ko'rinadigan yulduzlar so'lg'in, xira ko'rinadi. Onasi bilan o'g'lidan ko'ra ashi yiroqdagi yulduzlarni o'ziga yaqin, tilkash his qiladi. Menga ish og'ritib otamsizlar, so'yimli yulduzlar. Men rostdan sizlarning tasalliyinglar muhtoj. Aytinglarchi, endi qanday qilsam bo'lar? Hayosizlik bilan otamning taxtida o'tirib olgan adabsiz o'g'limni taxtdan qo'g'lib etaymi?
Şunda qilsam, el yurt, Xaqani Said Shohrux Mirzaning kirpikiga to'pi qo'nmayla, o'g'li bilan navrisi taxt olishibdi deb masxara qilmasmi? Peşimni qayqib Samarqandga ketsamchi. Ol chaqda Xonzodaning xoqonlik martabasini e'tirof qilgan bo'lib qolmasmanmi? Nədimi oğlu Xaqan otası Naibxan bulduğan qaydı var. Başqa el yurtunun xan sultanları bunun da xəbər tapsa, sağlıq qılıb külüşər hər qaçan. Anam neymiş ki bunu oylamadı eken? Adı balının ornunu almastırıstı ki muddası nemeken? Aldırmısım o? Bundaq tapırıqçilik peyda qılmısım o? Oğlumnu quturatmısım o? Bərber Xaqanlıq məndən keyin onunla qalat deməsmi? Anamı bu tərəflərini düşəndirsəm qandaq olur? Meni qollar mı? Bu qalayımqançılıqni özü peyda qılğandı ki, yəni özü tüzüsü yaxşı oladı. Oğlumның yürüki qardab ketkəndə qılıdı. Onun nəzərində mən yox, tacı təxt var. Turqudun bana yüz qılıdığandək, yol qoyduğandək əməz. Ya Həzrət, neman çıxar köngüllük bu? Dəsləbdil yenimdən ayırmaydığan gepken. Cennet makam pədəri özürük, onu qandaq tərbiyəliyə boğuydu. Bana, xış Allah qaçan qelibdən çıxıb getibdi. Əmdi ornuğu kəltürgili, tüzügülü bolam. Yaratqan egem özü köngüge insap sala. En yaxşısı, onun bilan qarşılaşıp gəlişdən həzər eylək. Bulmasa, el yurtda təbriqçilik peyda boludu. Səltənətinin ulu təvrəydi. Əğyarlarımız bunundan faydalanıb fürsət izləydi. Təsərrüfümüzü təhliki saladı. Oğlum Naibxanlıq mərtəbəsi şükür qısa, yaratdı turayversin. Mən mi Samarqandga ketay? Anam mening bu yerda turishimni xohlamaydi. Ularning ko'ziga sat ko'rinib nima qilay? Baribir ham otamning issiq yuzini ko'rolmadim. Endi Heratda turayverishimning hojati qolmadi. Mirza Ulug'bek Göre Amir Mazardan qaytib kelib, xo'shlashish uchun anası Gühersat Begim'nin kasırıga geldi. Bözürükvarımız orada da, dedi herem ağzı qeyri ağıvattı. Mirza Ulug'bek'nin ordağı kirgisi, oğlunun çırayığı, qarğısı yok idi. İlacısız ordağı kirishga mecbur boldu. Xonzoda Abdullatovxon taxtda, Gühersat Begim taxtning yenidagi kursida o'tiratdi. Xuddi bir ulardan taxtni tortib oladigandak chiroyi biroz tashvishlik edi. Xonzoda Abdullatovxon dadasini ko'rib, ixtiyorsiz o'rnidan turib ketdi. Ammo mo'misining norozilik chiqib turgan ko'zlariga bardoshlik berolmay, qo'laysiz bir holatda yana o'ltirdi. O'g'lim har holda mendan hayiqid ekan. U darajada ko'ngli qardab ketmagandek qiladi. Validem nima uchun uni taxtda o'ltirishga shuncha majburlaydigandi? Otasiga adabsizlik, hurmatsizlik qilishga zo'rlaydigandi. Buning eg'ir bad axloqli bo'lganligini validem bilmamligini. Ota bilan farzand o'tirsida hurmat, izzat, hayo, pardishab bo'lmasa, odamiylikdan so'z etish mumkinmi? Undaq insonning hayvondan nima farqi qoladi? Mirza Ulug'bek xiyolini yig'ishtirib, onasi Gühersat Begimga salom berdi. İmkon bor o'g'lining chiroyli qaramaslikqa tirishdi. Validayi buzruk bilan xo'shlashay deb keldim. Samarqandga qaytmoqchiman, dedi Mirza Ulug'bek imkon qadar o'zini tamkin tutishga tirishib. İcazatni Xaqon oliylaridan so'rasala. Mirza Ulug'bek yolt etib onasiga qaradi. Gühersat Begim xudiksirgan ko'zlarini o'g'lining ko'zlaridan o'pqashdi.
Alilerinin toprak beşiden hazırlı yenişim. Dedi Mirza Ulug'u Bey, anasının gepini kasten düşenmeyen kıyafetki kirvelip. Yanlarında Naib Khan boğan dikin, Herat'ta uzun turmusam mı bola? Musibet bilen bolup, aba ecdatlarımızdan büyük taxtigahini ilgisiz taşlap koysam mı bolmaz? Mirza Ulug'u Bey, özüge güçlük gayret verip, taxtı şümşip oturgan oğluğa yüzlendi. Janabı Naib Khan'a aytar sözüm şol ki, Valide-i Büzürk'nün halıdın obdan haber elip, hastadılığı təsəlli bolğayla. İlgiri cennet makam pədəri Büzürk'nü bardı, anca vayimiyim ettim. Əmdi Gölənçik'tin rəhnamadın ayrılıp qaldım. Səltənət işləri puxtu boğayla. Zinhar aldıraqsallıqı mığayla. Əmirlərinin mərtəbəsi rayı qılıb, izzət himmetlerini ayımığayla. Adil adalet, yanlardan ayırmaydıgan əngüstərləri boğay. Mirza Ulug'u Bey'nin oğluğu deydiğen yana nurgun yürek sözleri var idi. Bir dastıxanda atı balıdek oturup muğdaşqısı, köngül sırlarını bilgisi, arzu armanlarını uqqısı var idi. Biroq oğlu taxtı güçüp, ün-tinsiz olturattı. Mirza Ulug'u Bey hazır her qancha sözlüsün oğluğa hiç qancha ta'sir qilmaydiganligini his qildi. Güherşat Begim Mirza Ulug'u Bey'nin nasihatlarini yoqtirmagandek ta'tir qarab oldi. Aşı ana ko'rinmas qo'llar bilan nevrisining quluqini etib elib, ota nasihatini anglashga to'sqinlik qilib atadi. Xo'sh, men yanay. Dedi Mirza Ulug'u Bey ta'tir qarab o'tirgan onasiga cho'nqur bir salom berdi. Mirza Ulug'u Bey'nin Xonzoda Abdullatif Xonni qasdan Naib Xon deb atab, Xaqonlarga xos talaffuz bilan nasihat qilishlari Go'harshat Begimning tishini qiyirishtirgan edi. U beshamlik qilib, o'g'li bilan zakollashmoqchimi bo'ldi. Lekin qo'lida marhum Shahrux Mirzaning navrisini o'zidan keyin Xorason, Mavara-un-Nahir va Farg'ona tasarrufining buyuk haqqoni qilish haqida yozgan vasiyatnomasi yo'q edi. Go'harshat Begim bu haqda vasiyatnoma yozdirishga bir qancha qitim uringan bo'lsa-mu, barliq talablarni royishlik bilan o'rindab kelgan Shahrukxon o'zidan keyin cho'ng o'g'li Mirza Ulug'u Bey'ning haqqonlik martabasiga varislik qilganligini bildirib, Go'harshat Begimning talabini kaskinlik bilan rad qilib o'tgan edi. Go'harshat Begim ko'nglida Xonzodani marhum Xaqon o'z qo'li bilan Heratning noib xonligiga tayinlagan. Shunga Xonzoda buvisining taxtiga Xaqonlik martabasiga varislik qilsa bo'laverdi. Shahrukxon oliylari Samarqanddan Heratni bakrak yoqtirib qolganlik uchunla Samarqand taxtigohini Mirza Ulug'u Bey'ga berib o'tgan. Endi Mirza Ulug'u Bey o'g'liga Samarqand ordusini bo'shatib berish kerak deb o'ylasimi, oz kam 37-38 yildan beri Mirza Ulug'u Bey'ning dadasiga vakolatan Samarqandda saltanat tizginini tutib turayotganligini butkul mamlakatdagi amirlardan tortib oddiy avomgacha barliq ra'yatning Mirza Ulug'u Bey'ni Shahrukxonning haqiqiy taxt varisi deb qaraydiganligini obdan biladi. Uning ustiga lashkarlarning asosli qismi Heratda emas, Samarqandda turayotganligini hisobga olib, o'g'li bilan zakonlashib qilishdan ehtiyot qildi. Navrisining Xaqonlik taxtida o'ldirish ishini o'g'li bilan o'chqashkar qarshilashib emas, boshqacha yoshirin usul bilan Samarqand, Herat amirlarining qo'llashini qo'lga keltirib bir taraf qilishni ko'ngliga pukdi. Yo'l bo'lsin, dedi Go'harshat Begim o'g'lining kaynidan sovuqli qarab. Xonzoda Abdullatif Xon dadasini uzitib qo'yish uchun o'rnidan turib edi, Go'harshat Begim uni yana o'ltirishga ishorat qildi. Shu daqiqada Mirza Ulug'u Bey o'g'lining hech bo'lmaganda o'rda darvozasigacha billa chiqib uzitib qo'yishini Samarqandda qolgan kasalman onasiga, inisi Abdulaziz Mirzaga va boshqa egichi singillarga salom aytishini bakmi orzu qiladi. Afsuski, o'g'li momasining buyrug'ini yeyolmadi. Ko'nglida dadasining Heratdan tezroq ketganiga xush bo'ldi. Shundoq momasi Go'harshat Begim uning yuragiga Xaqon bo'lish o'tini yiqib o'tgan edi. Shunga momasining sizg'an siziqidan chiqmasla bu orzusiga yetadiganligiga, dadasining qo'lidan Samarqand taxtigohini o'tkazib oladiganligiga ishonadi.
Көңілсіз әслімілер қойныдың аст-аста есіге келген Мәрзі Улуғбек шахнышындaki әмірлерге çandırmaslık тырышып, әсіретлік ұқтатты. Onun Herat'tan qaytып келгенеге bir neçə ay boп қалған еді. Күнді дегідек Herat'tan bir-birden dəhşətli xəbərlər yetib geledi. O, Samarqandga qaytıb kelgəndən keyin anası Güharsat Begimге көңілдегі ой-xiyallarını, arzu-armanlarını bildirib xat yazdı. Haqqanlıq taxtının aman bir günü oğluğa qaldığanlığını, amma hazırca onu taxt səltənətə qiziqtirmay turishini, oğlunun haqqanlığının hər qitim görüşkəndə mehirləri bilan bağırlırıq desin. Peshonamdan söyüb ketətdilar. Mən aşı söyümlük nəvrlərinin öz atısı emasmı? Nemişqi nəvrlərə amraqlıq qılıb, oğullarına özlük qıldıqanlar. Ey Tanrım! Oğlu bilan taxt saltanat talışıptı degan batnomga qilishdan o'zing saqlag'aysan. Yorliq, dedi Mirza Ulug'bek xiyoldan bosh ko'tarib. Herat laskari divonga maxfiy farmonim yetkazilgay. Mening ijozatimsiz xonzodaning har qanday farmonlari rad qilingan. Farmonimga xiloflik qilguvchilar o'limga mahkum. Mirza Ulug'bekning yorliqini anglab, Ләшкери диванның әмірі Әмір Сұлтан Жандар білән Самарқанд шәһрінің хакимі Миран Шах Турға бір-бірге ертегіден қаршы болды. Ularning ko'zlarida ifodalanayotgan allaqanday bir ma'noni o'zlaridan boshqa hech kim bilmaydi. Shu kunlarda ularning bir tarafdan Guharsat Begim bilan, yana bir tarafdan Ishon Shayx Nizomdan Xomush bilan maxfiy aloqa o'rnatayotganligini Mirza Ulug'bek tushidimi xiyoliga keltirmaydi. Ma'lum bo'lg'ay. Shahnishonga oldirab kirgan hudaychi o'z xiyollari bilan turishgan amirlarni cho'chitib etdi. So'zlar, dedi Mirza Ulug'bek jiddiylashib. Andijon, Toshkent amirlaridan jiddiy ma'lumot keldi. Mo'g'uliston xoni Sulton Esonbo'g'a xon ikki tuman sarkard lashkarlari bilan tasarrufimizga bostirib kelib yetibdi. Yov lashkarlari nagara ketdi. Hozircha aniq emaskan. Mo'g'uliston tarafga avatgan ayg'oqchilarning yetkazgan xabarini elibli o'rdiga ma'lumot yo'llabdi. Shahnishonning ishini bir tunda jiddiylik qopladi. Amirlar pichirlashga boshladi. Bizga musibat, ularga bayram. Shohruxxon oliylarining vafotidan g'ayratga kelibdi-da. Sulton Uvaysxonning o'limini esdan chiqarib qo'ygan o'xshaydi. O'ch og'ili kelganga lashkar totish kerak. Tasarrufimizga oyoq besishga petang'iniga to'yg'izish kerak. Qashqarni qaytirib elishga lashkar avatmaganimizning qasobligi. Xonining hisobni biraqlik qilg'iliq endi. Xabshuk, dedi Mirza Ulug'bek qopqini turib. Amirlar qaynayotgan qozonga suv quygandek shu hamon jimishdi. Amir Sulton Jandar, labbay on hazratim, dedi Amir Sulton Jandar das o'rnidan turib. Lashkari divon yurishga hozirlik ko'rgay. Toshkent, Andijon amirlarga ko'maklashishga lashkar avatgaymiz. Bosh ustiga Shayxul Islom janoblari. Xo'sh, qibligahim. Sizlar darhol Ishon Shayx Nizomiddin hazratlariga ogohimizni yetkazsinlar. Din peshvolari saltanat ishlariga zinhor aralashmag'ay. Hukmimizga sarkashlik qiladigan faqatli yuz oymaymiz. Xususan fitna fasod tarqitib qudratlikqa sabab bo'lmag'ay. Xonzoda bilan bizning o'ttirimizga adovat termag'ay. Farmon bardorman, dedi Shayxul Islom Burhoniddin. Mirza Ulug'bek yana bir qancha amirlarga farmon bergandan keyin Shahnishondan chiqib ketdi. Shu kunlarda o'rdada ichi siqiladigan bo'lib qolgan edi. O'rda ishlaridan sal-palla qo'li bo'shsa, Udul Mirza madrasasiga yuguraydi yoki madrasadagi olim o'limalarni Samarqand atrofidagi bog'lardan birariga taklif qilib, ilmiy suhbatlarga mashg'ul bo'ladi. Falakiyot, riyozat, handisa ilmlariga oid hal qilinmagan qiyin masalalar ustida munozara qilishadi. Riyozat degani matematika, handisa degani geometriya deb izoh etdi.
Kechaları kunlarini asosan rasadxonada o'tkazadi. Bepoyon osmon gumbazidagi sanoqsiz yulduzlarni kuzatgach, dard hasratlarini o'sha yulduzlarga so'zlab beradi. Maslahat so'raydi. Keyingi vaqtlarda rasadxona qurilishini to'sishga muvaffaq bo'lolmagan Ishon Shayx Nizomiddin xomush bir tilni jimib ketgan edi. Mirza Ulug'bek bo'lsa ilmiy tadqiqot va saltanat ishlari bilan mashg'ul bo'lib, Ishonni nazaridan butunlay soqit qilib o'tgan edi. Ayg'oqchilardan Ishonning sulik tavritish, murt qabul qilish bahonasi bilan bir qism amirlar bilan qo'yiq bodikalda qilayotganligini, bo'libmi Hirotga onasi Guharshat begimning huzuriga ko'proq qatraydigan bo'lib olganligini, onasining o'g'lining Ishonga qo'l berib murt bo'lganligini angladi. Ammo bu ma'lumotlarga ancha parvo qilib ketmadi. Chunki Ishonning sulik tavritishini cheklagili bo'lmagandek, boshqalarning Ishonni par tutib murt bo'lishini cheklagili bo'lmaydi. Navoda bu ishni saltanat suri bilan cheklaydigan bo'lsa, beshiga tugmas bosh og'riqi tepib olganligini, el yurtda besiq turuvsiz fitna fasodlarning yomrab ketadiganligini Mirza Ulug'bek obdan biladi. Ish qilib, saltanat ishlariga aralashmasa, ilm tahsil qilish ishlariga to'sqinlik qilmasa, madrasa, o'qullarni cheklamasa, ilm ahlilarini haqoratlamasa, nima ish qilsa mayli, deb o'yladi Mirza Ulug'bek. Chunki yaqinqi 10-20 yil mobaynida yolg'iz Samarqandda emas, Hirot, Buxoro, Andijon qatorliq shaharlardami madrasa, o'qullar orqa-orqadan qurilib, ilm ma'rifatga berilish mislsiz darajada avj olgan edi. Samarqandga Damashq, Bag'dod, Tabriz, Shiroz, Dehli, Turpan, Qashqar, Xotan, hatto Mashriqdan Jungogacha, Mag'ribdan Farangistongacha turli ilmlarning pirkomillari kelib joylashgan edi. Mirza Ulug'bek bugungi falakiyot, riyozat, nujum ilmlarining peshvolari bilan muloqotda bo'lsa, atsi suratkor, binokor, naqqoshlar bilan muloqotda bo'ladi. Suratkor degan rassom degan so'zga. O'g'ini shoir, yozuvchi, tarixchilarning balog'atga yetgan misrollari, nutqlari, mulohizlardan huzur oladi. Gohi xattatlar suhbatiga, gohi hunarvan kasblar suhbatiga daxil bo'ladi. Savdogarlarni ilhomlantiradi. Qaysi bir boy saxovat egiz tarafidan qurilmoqchi bo'lgan imoratlarning nusxalarini tafsiliy ko'rib, yozilish shakliga fikr taklif beradi. U selingan kuni berilgan nazarga qadam tashrif qiladi. Boylarni shifoxona, madrasa, hammom silishga rag'batlantiradi. Ilm ahlilari yezib tamomlagan turli kitob risolalarni xazinadan xarajat ajratib, necha 10 nusxa ko'chirgizadi. Kitob risolalar egalariga in'om beradi. Ziyofatlarni tayyorlab qutluqlaydi. Ma'rifatparvar xon otasi Shohrux xonmu ilm ahlilarini qadrlashda, ilmning hurmatini qilishda o'g'lidan qilishmaydi. O'sha yillarda ota-bola Hirot bilan Samarqandni markaz qilib, ilm ahlilariga sovrin hozirlab berishda raqobatga tushgan edi. Shu sababdan mayli Samarqand, mayli Hirot bo'lsin, bir-biridan hashamatli esil imoratlar, bir-biridan katta madrasa, o'qullar qad ko'targan esil kitob, risolalar, rasmlar ixtiro qilingan edi. Samarqand bilan Hirotni ilm ahlilarining jannati deyishga bo'ladi. Shuna Ishon Shayx Nizomiddin xomushning sulik targ'ibotlari, jarri samolari, hadab murt ko'paytishlari Mirza Ulug'bekning parvoyiga kelmaydi. Qarmoqqa oddiy, nodon puhrolar hadab Ishonga agashganlar qilgan bilan oq qorni farq etadigan kishilarning oilasida kutubxona qurish, kitob, rasm, o'zini xat qatorliq san'at buyumlarini saqlash, farzandlarini madrasalarda o'qitish, hunar kasb egillash moda bo'lgan edi. Bugun Toshkent, Andijonni Mo'g'uliston lashkarlarining muhosirasidan qutuldirish uchun qanchalik lashkar avatish, lashkariy yurishga qaysi sarkardani bosh qilish haqida xiyol surib o'tirgan Mirza Ulug'bekni Hirotdan kelgan shum xabar cho'chitib etdi. U qulqiga ishonmay Choparmanga qaradi. Nima deding? Abqoshdi gapni ko'tarib kelmagansan, ha? Yo'qsa panohgohim.
dedi Chaparman gaydanlardan yomg'irda quyulayotgan qora tarni balbag'i bilan surtib turib. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Xonzoda Alovuddavla isyon ko'tarib Herat shahrini egalladi. Buzrukvorimiz Go'har Sotbegim bilan Xonzoda Abdullatovxonni tutib zindonga soldi. Chaparmanning keyingi gaplari Mirza Ulug'begning quloqiga kirmadi. Heratga darhol yetib bormasa, onasi bilan suyimlik o'g'lining hayotiga xavf yetadigandak, ular uning yo'liga talmirib qarayotgandek, zindonda ko'z yish qilayotgandek, ismini atab chaqirayotgandek tuyg'uga kelib, yuragi echishib ketdi. Toshkent Andijonga hamdamga lashkar avatish xiyolidan darhol voz kechdi. Toshkent Andijon shaharlarining sepil qo'llari mustahkam, suv, oziq-to'ligi mo'l. Shaharni muhofazat qiladigan lashkarlar yetarli. Bir yillik qamalga bardoshlik beralaydi, dedi Mirza Ulug'bek Shohnishinda farmonni kutib turgan amirlarga qarab. Ol ikki viloyatning amirlariga farmonimni yetkazinglar. Jangga chiqmay shaharni mustahkam qo'riqtasin. Shaharni saqlab qolasizlar, katta ajr to'kib ko'rsatgan hisoblanib, shahar alg'onliq to'kpisi berilib tartiblanadi. Qattiq ehtiyot qilg'ay, zinhor jangga chiqmag'ay. Mo'g'uliston lashkarlarining o'z oziq-to'ligi bir necha oylik qamalga bardoshlik berolmaydi. Oxirgi hisobda muhosirni bo'shtib o'zligidan chekinadi. Amirlar lomjim demidi. Mirza Ulug'bek nazarini Amir Sulton jandarga og'dirdi. Lashkariy divonning hozirligi qandaqroq? Farmonlarga binoan allaqachon hozirlik ko'rib bo'lgan oliylari. Barakalloh, dedi Mirza Ulug'bek mamnunlik bilan. Amsi darhol Heratga otlanaydi. Shayxul Islom Burhoniddin o'rniga, Mirashaq to'rga ostoniga muvakkal bo'lg'ay. Kunda bir qayta ma'lumot yo'llashni aslardan chiqarishmislar. Xohi o'rda, xohi ostonda fitna qilg'uchilar qattiq yasoqqa tortilsin. Mirza Ulug'bek shu kunlar chaqmoq tezligida Heratga lashkar topdi. Bu chog'da Xonzoda Alovuddavla buvisi Shohrux Mirzaning 50 yildan buyon jo'g'lagan xazinalarini sarf qilib, o'rdadagi amirlarning emas, Herat xalqining qo'llashiga erishgan nurg'un lashkar jo'g'lab ulgurgan edi. Xonzoda Abdullatovxon noib xonlik martabasiga erishgandan keyin o'rdadagi amirlarga, Herat xalqiga qanchalik zulm solgan bo'lsa, buvisi Shohruxxon vafotidan keyingi bir necha oy ichida bu zulmni necha hassa oshirayotgan edi. Shu sababdan amirlar Alovuddavlani birdek qo'lladi. Xalq bo'lsa uni podshoh deb e'tirof qildi. Buvisi Shohruxxon vafotidan keyin mo'misining qo'llashi bilan rasmiy taxtda o'tirgan Xonzoda Abdullatovxon kichkidan billa o'ynab cho'ng bo'lgan Sharafiddin Ali Yazdi huzurida billa ilm o'rgangan navri qeyrindishi Alovuddavlani e'tiborlab izzatini qilish, qeyrindoshlik mehrini ko'rsatib yuqori mansab martaba in'om qilish u yoqda tursin, hadisli haqoratlagan zonliq qilgan edi. Go'har Sotbegim bo'lsa bu ikki navrisiga o'xshash ko'zda qaramay, Xonzoda Abdullatovxonga yon bosgan, uni qo'llagan edi. Shu sababdan azaldan Abdullatovxonning e'tiborlanishiga, yuqori mansab martabaga erishishga qoyil bo'lmay, ko'nglida g'um saqlab kelgan Alovuddavla puxta tayyorlik ko'rib, tuyuqsiz isyon ko'targan edi. Uning bunday qilishini Go'har Sotbegimmi Xonzoda Abdullatovxonni xiyoliga keltirmagan edi. Shunga ular tuyuqsiz hujum oldida tamtaridi, uduqdi, darhol tadbir qo'llanmadi. Abdullatovxondan allaqachon ko'ngli sovib ketgan amirlar bo'lsa, qasddan uduqqan qiyofatga kirib elib, beshini ichiga tiqib elishdi. Aql tadbir ko'rsatib, isyonni bostirish deganlarni xiyoliga keltirib qo'yishmadi. Xonzoda Alovuddavla ko'zni yumib ochquchi bo'lgan oraliqda o'rnini egilib, Xonzoda Abdullatovxonni zindonga soldi. Mo'misi Go'har Sotbegimni nazarband qildi. Go'har Sotbegimning yelinish yolvorishlarga parvomi qilmadi, balki masxara qilib Buxodan chiqdi. Tumanlagan sarkarda lashkarlar bilan kech-kunduz yo'l yurib, chaqmoq tezligida Heratga yetib kelgan Mirza Ulug'bek onasi Go'har Sotbegim bilan o'g'li Abdullatovxonning hayotidan xavfsirab, jiyan o'g'li Alovuddavla bilan urush qilishga ro'yi bormadi. Onasi bilan o'g'lini qo'yib berib, dadasi Shohruxxonning xazinasini qaytarib bersa, Alovuddavlaga Heratni berib,
lashkarlarini Samarqandga qaytarib ketadiganligini bildirib, sulh talab qildi. Xonzoda Alovdavla mo'misi Go'harsat begimni go'ri hisobida tutib qoladigan Mirza Ulug'bek lashkar chekindirgandan keyin mo'misini nazarbanddan bo'shatadiganligini aytib shart qo'ydi. Mirza Ulug'bek jiyanining bu shartiga qo'shildi. Alovdavla Abdullatif xonni zindondan chiqarib, 100 tövbelik mol-mulk bilan Mirza Ulug'bekning oldiga avatdi. Herat shahridan sog'-salomat chiqib olgan Xonzoda Abdullatif xon dadasini ko'rib mishildab yig'lab etdi. Uning bu yig'isi yoki toji taxtdan ayrilib qolganlik sababli bildirgan hasrat yig'isiga yoki dadasiga qilgan hurmatsizligiga o'kingan pushaymon yig'isiga o'xshamaydi. 30 yoshdan oshgan o'g'lining yig'ilishini Mirza Ulug'bek ancha yoqtirib ketmagan bo'lsa-mu, yanada cho'nqur otaliq mehr bilan bag'riga besib tasalli berdi. Ammo Abdullatif xon bir eg'iz suv surmadi. Hatto dadasining bo'yniga esilmadi. O'g'lini sog'-salomat ko'rib, xeyli xotirjam bo'lgan Mirza Ulug'bek jiyani Alovdavlaning bo'si Shohruxxonning xazinasini qaytarib berdim deb topshirgan 100 tövbelik mol-mulkni ko'rib, g'ushchida bo'lib qoldi. Alovdavlaning kelishimning ikkinchi shartiga xiloflik qilib, o'zini oldiganligini bir qarabli bilib olgan edi. Chunki Herat xazinasidagi mol-dunyolar Mirza Ulug'bekka 5 qo'ldek ayon edi. Shohruxxon o'g'li Mirza Ulug'bekka Samarqandni bergan vaqtida dadasi Büyük istilochi Amir Temur Ko'ragan davridan tortib yig'ilgan barliq xazinlarni Samarqanddan Heratga ko'chirib ketgan edi. Mirza Ulug'bekning mo'ljaricha xazindagi quyma, kesak, nokcha, kepak oltinlarning o'zila 100 tövbelik keladi. Olmos, qoshtishi, yoqut, lal, o'nchi marvoyit qatorliq go'harlar va shulardan yasalgan har xil san'at buyumlari 100 tövbelikdan eshib ketadi. Shoyi, atlas, tatilla, kimxob, maxmal, gilamlar, yo'lvos, iyiq, tulka, yildiz, bulg'un, qunduz terilari, bug'u munguzi, kipar, zafar, ambar degandek buyumlarni 100 emas, 1000 tövbega ortsimi yo'tkab bo'g'ilib bo'lmaydi. Boshqa esil buyumlarning haddi hisobi yo'q edi. Alovdavla Mirza Ulug'bekka xazinaning mingdan birini qaytarib bermagan edi. Mirza Ulug'bek jiyaniga kelishimga amal qilib, xazinani to'liq topshirish haqida yana maktub avatdi. Ammo Alovdavla Mirza Ulug'bekni qasddan ushuqlik qilib, tuhmat qilding deb aybladi hamda hech nima bermaydiganligini bildirdi. Jiyanini gapga kirgizamagan Mirza Ulug'bek urush qilishga majbur bo'ldi. O'zi asosiy qo'shinga bosh bo'ldi. Cho'ng xonzodasi Abdullatif xon bilan kichik xonzodasi Abdulaziz xonni o'ng qanot qo'shinga, Amir Sulton jandarni so'l qanot qo'shinga amr qildi. Xonzoda Alovdavla Herat shahridan 4 parsah yiroqlikdagi Murg'ab daryosi bo'yiga qarorgoh qurgan edi. Ikki qo'shin o'zaro qirg'in qilishdi. Jang intoyib dahshatli bo'ldi. Otlar, lashkarlar jasadlarga, uzilgan kallalarga putlashadi. Murg'ab daryosi qip-qizil qonga bo'yaldi. Qattiq yengilgan Alovdavla Heratni saqlab qolishga ko'zi yetmay, dadasi Boysungur Mirzani panoh tortib, ozg'ina lashkarlarini agashtirib, G'arbiy Xurosonga qarab qochdi. Raqibining qochqanligini ko'rgan Xonzoda Abdullatif xon nima uchundir uni qo'g'lashni xohlamay, Herat shahriga kirishga oldirdi. Shaharga kirishga oldirmayli, og'a, dedi Abdulaziz xon uning oldini to'sib. Biz avval shaharga kirsak, xon otam hurmatsizlik qilgan bo'lamiz. Shaharga oldi bilan G'albi Nusrat egisi kirish kerak. G'albi Nusrat egisi degan mana men, dedi Abdullatif xon inisiga qo'pollik bilan vaqirab. Jinimizni olqinimizga elib turib qon kechib jang qildik. Xon otam bo'lsa faqatli farmon tushirdi shu. Shaharga kirib Alovdavla degan Badrahmon yaloqchilarini tepib qilishdan o'tkazsak, xon otam bizni tortiqlaydi dehi. Yo'qsa, yanglishdilar og'a, dedi Abdulaziz xon tamkinlik bilan tushundirib. Shu topda shaharga bostirib kirsak, qizib qolgan lashkarlar o'lja tamasida ra'yatni qirg'in qilishdan yonmaydi. Begunoh odamlarning jiniga zomin bo'lamiz.
Allohu Teala Mirzaga köməkləşkən ol riyakar əmirlərinin köpüncisi allaqachon qaytib bo'ldi. Ma'qul deysizlar. Bugun shaharga kirmaydi. Xonzoda Abdullatif xonning Hirot shahriga kirishga bunchalik oldirab ketishida raqiblaridan qisos ilishdan ko'ra Nazarbanddagi mo'misi Guharsat begim bilan ko'rishib, Hirot taxtida qaytib o'ltirishni maslahatlashish, dadasining Hirot taxtini tortib olishining oldini olish muddasi bor edi. Biroq inisining o'rinliq maslahat oldida bir hazo tavrinib qoldi. Yana bir tarafdan Hirot bo'sug'isiga lashkar tortib kelgan dadasidan tap tortdi. Nazar ayladi. Shaharga kirmasak nega boramiz? Dedi u chiroyini purishtirib. Kech tushib ketdi. Bu chaq bo'lganda lashkarlarni boshlab qarorgoh qaytamiz desak, tun nisbidan eshib ketadi. Elim ular jang qilib yerib ketdi. Abdullatif xon imkon bor shaharning yanida tunab, ati otasidan farmon tushsa, eng avval shaharga kirishni ko'ngliga pukkan edi. Bunda qilsa, birinchidan mo'misi Guharsat begim bilan avval ko'rsalaydi. Ikkinchidan Hirot shahrini olgan birinchi to'kpa uning bo'ladi. Amisa xon otamga xabar berib etib, ixtiyoridan qal'asida tunaydi, dedi Abdulaziz xon. Ixtiyoridan qal'asida nima ish qilamiz? Havo sovuq bo'lmagan ekan, lashkarlar to'ngib ketmaydi, mush yerda tunaydi. Har ehtimolga qarshi ixtiyoridan qal'asini chorlab boqayli. Yo'shirinib olgan lashkarlar bo'lsa uxlab qolgan vaqtimizdan foydalanib shabqin urmasin yana. Inisining astoydilligidan bezor bo'lgan Abdullatif xon qapiqini turdi. Amisa qal'ani sizlar chorlab keslar. Men bu yerda orom oladigan joy rastlab qo'zg'ashtiray. Abdulaziz xon mingga yaqin navkarni agashtirib, yiroqdan ko'rinib turgan ixtiyoridan qal'asiga yurib ketdi. Yerib holidan ketgan Abdullatif xon g'izo yeyishga muroyi bo'lmay, navkarlari qo'l-qo'lchalar rastlab bergan to'shakka o'zini tasladida xo'rakka tushib ketdi. Tun tang bo'lganda xos mahrimining uyg'otishidan qattiq g'azablangan Xonzoda Abdullatif xon chachirab o'rnidan turdi. Uyqumni buzib nima qilmoqchisan, badbaxt? Mahram yigit o'lim vahimasidan g'al-g'al titirganicha yukindi. Kechirsizlar oliylar. Kichik Xonzoda o'zlarini chidirning sirtida saqlayotdi. Nima demoqchi ekan bu kechada uxlamay? Ma'lum qiladigan muhim ishi bor o'xshaydi. Abdullatif xon mahramiga qattiq chichansib bir nimlan deguncha sirtga chiqdi. Kechirsizlar og'a, uyqularni buzib qo'ydim, dedi Abdulaziz xon qo'shimlar turilib ketgan akasiga ehtirom bildirib. Xush xabar. Jannat makon boboy buzruklarning xazinasini topdim. Xazinani topdim? Abdullatif xon ishongan holda inisiga qaradi. Xato ko'rib qaptilar inim. Boboy buzruklarning xazinasi Hirotda bo'lmay, bu oydalarda nima ish qilsin? Xazina ixtiyoridan qal'asida ekan, dedi Abdulaziz xon astoydillik bilan. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Boy navkarlar bilan qal'ani tafsiliy tentirgan edik. Xazina qal'aning yer ostidagi uydan tepildi. Hammasi oltin kumush, uncha marvoyatlar ekan. Uy-uylarga tog'dek do'linib patmayli qapti. Ahvoldan qaraganda Allohu Teala xonatamning lashkar tortib kelganini anglab, xazinani yo'tkab yo'shirib qolmoqchi bo'lgan o'xshaydi. Xonatam uning xazinani to'liq topshirganiga ishonmagan edi, mana rost bo'lib chiqdi. Abdullatif xon inisining gapining oyog'ini anglashga taqat qilolmadi. Yo'l boshlasizlar, dedi u qal'aga berishga oldirab. Mol dunyo vasvasida uning uyqusi butunlay echilib ketgan edi. Ixtiyoridan qal'asidagi xazinani ko'rib, Abdullatif xonning gulqaqalari echilib ketdi. Vujudini hayajonli tuyg'ular chirmab oldi. Tangrim, men bu omadni qayta nasib qilganiga 100 ming qatl shukr. Endi bu boyliqlar mening bo'ldi. Hirotni buzruk farmomam cho'qim yana menga ep berdi. Shaharmi, toji taxtmi, mol dunyomi yeshagiga ketmaydigan bo'ldi. Bu hisobsiz xazina olqinimdil bo'ldigan bo'lsa, ko'nglimga pukkan har qanday ishni tavritalayman. Balkim otamning xoqonlik taxtini o'tinib bermaslik iloj qilolmaydi. Urushda o'ldi elingan har qanday mol dunyo ashu sarkardiga taalluq bo'ladi. Uningga xonning tishi batmaydi. Faqat bo'lmasa sarkarda ashu mol dunyodan xonga ozroq ayirib beradi.
bu soğuqsalam işkəş qilish deyiladi. Sərkərdi ləşkərlərinin cəngdəki g'ayrat jasoratini suslab qolmaslik uchun tuzilgan bu qoida Chingizxon zamonasidan tortib davomlashib kelgan bo'lib, ta hozirgacha hech kim uni o'zgartmagan edi. Shu sababdan Xonzoda Abdullatif xon bu xazinani o'zining jangda o'ljagan shaxsiy mol-mulki hisoblab bo'lgan edi. Nihoyat afsuski, Abdullatif xonning barliq shirin orzulari butunlay barbod bo'ldi. Herat shahrining bu so'g'isdan eng avval o'zi otlagan Mirza Ulug'bek ikki xonzodasining jangda ko'rsatgan jasoratiga opini o'qib, ularni bahodirlik unvoni bilan tortiqladi. Ixtiyorning qal'asidan tepilgan xazinani bular Alauddin Mirzaning shaxsiy mol-mulki emas, balki shavkatlik bovam sohib qiron Amir Temur ko'ragan zamonasidan tortib jug'langan davlatning mol-mulkidir. Uni faqat Alauddin Mirza yoshirib qilish uchun ixtiyorning qal'asiga yo'tkivatgan. Şuna onu o'lja hisoblag'il bo'lmaydi degan hukmni chiqarib, o'g'illariga bo'lib bermadi. Aksicha xazinani Samarqandga yo'tkab ketishga farmon tushirdi. O'g'li Mirza Ulug'bekning sababidan Nazarbanddan qutulgan Go'harsat begimning tili tutilgan edi. Shunga Shahrukxonning quyma oltindan yasalgan hashamatlik taxtida o'tirgan Mirza Ulug'bekka u hech nima deyolmadi. Momasning bo'shib qolganini ko'rgan Abdullatif xon ichida qattiq norozi bo'lgan bo'lsa-mu, tishini tishlashga majbur bo'ldi. Uning momasiga umid bilan tikilgan ko'zlari bechorlarcha mo'ltirlaydi. Mirza Ulug'bek ikki o'g'lini amri yenidan ayirmaslik, bo'libmi cho'ng xonzodasi Abdullatif xonni Go'harsat begimning yanida turg'izmaslik qaroriga kelgan edi. Shunga Iroqqa yana bir jiyani Obulqosim Bobur Mirzani amirlikka tayinladi. Obulqosim Bobur Mirza Alauddinning inisi edi. Mirza Ulug'bek mushu usul bilan G'arbiy Xurosonni tizginlab turayotgan inisi Boysungur Mirza bilan adovatlashib qilishning oldini olgan edi. U Iroqning ishlarini bir qurrat sevagandan keyin kichik xonzodasi Abdulaziz xonni ixtiyordan qal'asidan tepilgan xazinani Samarqandga yo'tkazib buyurib, cho'ng xonzodasi Abdullatif xonni elib, barliq sarkarda lashkarlarini agashtirib, G'arbiy Xurosonning markazi Mashhadga qarab yurish qildi. Maqsadi inisi Boysungur Mirza bilan ko'rishish, shundaqla jiyan o'g'li Alauddinni rosa bir quchoqlab qo'yish, shu orqali ikki qismdagi yoshirin xavfni tugatish edi. Inisi Boysungur Mirzaga tava bir qancha shaharlardan o'tib ilgirlayotgan Mirza Ulug'bekni Samarqanddan kelgan jiddiy ma'lumot to'xtashga majbur qildi. Qibligahimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Chaparman Shayxulislom Burhondin bilan Miranshah Turg'unning ma'lumotini uzitib turib. Samarqand xavf ostida qoldi. Mirza Ulug'bek maktubni oldirash o'qidi. Ma'lum bo'ldiki, Dast Qipchoq dalasida Mirza Ulug'bekka zimmiylik bildirib yashab kelayotgan Sulton Obulxayrixon Mirza Ulug'bekning Iroqqa lashkar tortib ketganini, Samarqandni saqlab yotgan lashkarlarning ozligini bilib, sarkarda lashkarlarni Samarqandni istilo qilishga avatgan edi. Dast Qipchoq dalasida chorvachilik bilan yashayotgan bu qavm o'zlarini saltanat posiboni Sulton Obulxayrixonning marhum dadasi O'zbekxonning nomida O'zbek deb ataydi. Ilgari Mirza Ulug'bek bilan bir necha qatim jang qilib yengilgan Sulton Obulxayrixon saltanatini saqlab qolish badaliga Mirza Ulug'bekka zimmiylik bildirib, ulpan topshirib kelyotdi. Nomard ablah, dedi Mirza Ulug'bek g'azabini besib ololmay. Xonning o'zini yoki Sulton Obulxayrixonni tillig'ini anqiramay titrab turgan Chaparmandan yana so'radi. Samarqandning ahvoli qandaqroq? Qibligahimga ma'lum bo'lg'ay, yov lashkarlari haddi hisobsiz Samarqandni uzukning ko'zdek qo'rishib oldi. Yana gap so'rashga ro'yi bo'lmagan Mirza Ulug'bek etining beshini Samarqand tarafga burdi. Inisi Boysungur Mirzaga o'g'li Alauddinni tutib nasihat qilishga, gapiga kirmasa nazarband qilishga farmon berib, Mashhadga Chaparman manquzdi. U inisining o'g'li Obulqosim Bobur Mirzani Iroqning amirligiga tayinlaganligi uchun uning o'z farmonini bejondil o'rindaydiganligiga ishonadi. Mirza Ulug'bek kechikkan edi. Dast Qipchoq sarkarda lashkarlari Samarqand shahrini allaqachon ishg'ol qilib bo'lgan edi.
Ular Mirza Ulug'bekning chaqmoq tezligida Samarqandga qaytib kelayotganligidan xabar tepib, shaharni tashlab darhol chekindi. Mirza Ulug'bek dast qipchoq lashkarlari bayron qilib o'tgan Samarqand shahrini ko'rib, yuragi echishib ketdi. Ular xazinani bulug'iniga qanoat qilmay, o'rdadagi ko'k saroyning, shahardagi katta imoratlarning, madrasa, masjidlarning gumbaz, qubba, peshayvon tomlaridagi naqshlarga yalatilgan oltinlarni qirib elib, butunlay vayron qilib o'tgan edi. Mirza Ulug'bek har qancha qilibmi g'azabini bosolmadi. O'zbeklarni jazolash uchun dast qipchoqqa lashkar mangdirdi. Buzib etilgan imoratlarni tezdan asliga keltirishga farmon berdi. Texchilar Mo'g'uliston lashkarlarining muhosirasida turayotgan Toshkentni qutuldirish uchunmi lashkar mang'uzdi. Cho'ng o'g'li Abdullatif xonni yeniga olib kelib olgan Mirza Ulug'bek imkon qadar uning bilan ko'proq birga bo'lishga, kunda degidek ko'rishib, bir dasturxonda o'tirib tomoq yeb, mo'ndishib, uzundan beri sustlashib qolgan ota-bolalik mehrini asliga keltirishga urindi. Lekin Abdullatif xon imkon qadar dadasidan o'zini qochirib yuradi. U Hirat taxtida o'tirib saltanat surgan kunlarini, haramdagi nozinlarni unutmayotdi. Dadasi qasdan o'zi bilan qeyrishayotgandek, og'izda mehr-muhabbatdan so'z ichib, amaliyotda o'zini nazarband qilayotgandek his qiladi. Momisi Go'harshat begimni sig'inadi. Johil, takabbur, o'zbeshimchi Mo'may Mirza Ulug'bekning Samarqandga birga ketish taklifini qo'pollik bilan rad qilib, Hirotda qolgan edi. Abdullatif xon dadasiga qaraganda pir ustozi Eshon shayx Nizomiddin Xomishni o'ziga bakrak yaqin tutadi. Fursat topsalar Eshonning qishig'iga yuguraydi. Dadasining nasihatlarini asnab turib anglag'ini bilan Eshonning nasihatini yukinib turib anglaydi. Buni tezda sezib olgan Mirza Ulug'bek o'g'li bilan Eshonni ayirib etishning faqat amalini qilolmadi. Samarqandga kelgandan beri faqat echilamayotdilar, dedi Mirza Ulug'bek o'g'li bilan nashta qilib etib. Padarlarning dargohi sizlarga yoqmayotgandi yoki boshqa sabab bormi? Hirotga ko'nib qoptikanman, dedi Abdullatif xon udulla javob berib. Samarqandda ichib olishim mumkin emas. Mo'misini seg'indimikin? Demismi u Hirotda bek uzoq turib ketdi. Acaba men uning otalik mehrini his qildira olmagandimanmi? Yaqindan beri inisdan bekrak uningga ko'yinyapman. Ko'ngil bo'lyapman. Imkon bor ko'ngilni elishning amalini qilyapman. Nemish qildim tushunmaydigan bu. Osh Eshonni 10 qitim izlaganda meni o'zi xohlab bir qitim izlab qo'ysa nima bo'ladi? Ikki o'g'liga shundoq ko'ydi bo'lmasa. Osh bolalarga bergan mehridan mendek otasining ozroq bas cho'kashki. Mirza Ulug'bek har qancha g'ayrat qilibmi o'ylaganlarini o'g'liga deyolmadi. G'ururi yo'q qo'ymadi. Samarqand musulmon kindiqqanlari to'kilgan shahar. Uning ustiga bu tasarrufimiz shaharlarning eng kattasi. Qandoq talablar bo'lsa devaslar. Men degan sizning otalari farzand uchun otasidanmi yaqin odami bo'lmaydi. Sizlarni yenimga olib kelib olishimda saltanat ishlariga ko'zi pishsin, yurtdorchilik tizginini tutishni o'rgansin degandan o'zga muddaim yo'qdir. Orada o'z ixtiyorlari bilan bir qitima chiqib boqmadilar. Abdullatif xon bir pas beshin selib o'ltirgandan keyin Mirza Ulug'bekning ko'ziga tikilib qaradi. Ko'nglimdagini bilgilari bormi, ota? Desizlar, quluqim sizlarda. Abdullatif xon og'zini o'mallab, tilining uchiga kelgan gapni yutib. U dadasiga agar meni Samarqandga kelishga zo'rlaslar, marhum boboyi buzurg yorliq tushirib in'om qilgan noib xonlik martabamni asliga keltirib bersalar demoqchi edi. Lekin Samarqandga kelgandan beri amirlik martabasiga erishamaganligini, o'rtada yuqori darajalik amir sipohlar qatorida emas, tuvan darajalik amirlar qatorida joy ko'rsatib berilganligini esiga olib, ko'nglidagi gapni yoshirdi. U dadasiga ishonmaydi. Talabimga qo'shilmaydi deb o'ylaydi. Shundaqdimi muddasini yopitibroq deyishga jur'at qildi. Meni ichilsin, yoyrilsin deysizlar, Hirotga qaytirib olsizlar. Mirza Ulug'bek o'g'lidan bunday javobni kutmagan edi.
Əfsus, dedi o oğlunun solğun çırayına qarab. Hiratның əmri var. Abul Qasım Babur Mirzani səbəbsiz mənsəbdən qaldırıb ətkili olmaz. Qattiq ümidsizlənən Abdullatif xan tədir qarab aldı. Bana mənsəb mərtibinin kerki yox. Hirat tutursam da boldu. Lekin Hiratda yurtlarçılıq yosunları üyünənməydiler. Bunun için Səmərqənd ordusu ən muvaffaq. Dadısının muamiləsindən, tələffüzdəki yumşaqlıqdan xeyli ümidlənib qalğan Abdullatif xanın vücudunda bir tınlı cürət peyda oldu. Ondaq bolsa Bəliqnin əmirlikini bəslə, dedi o ərkiligəndə qılıb. Yurtlarçılıq yosunlarını birər yurtni öz aldığı başqurub ögənsə, andım puxtu ögəngili boludu. Sılını yenimdə turskən deydiğən arzuyum var. Sılı menin köngülxuşluğum. Ben bulmasam mı yanlarda inim Abdülaziz Mirzı var. O mu Sılı'nın köngülxuşluqları? Sılı'nın mehirleri onun da bana aşkan emez. Mirzı Uluq Bəyinin yürüki bıçaq tıqqandək ağırıp ketdi. Abdülatif xan dadısını məndən bəkərək inimni etibarlaydı dep oylaydı. Mirzı Uluq Bəy ixtiyarının qal'əsindən tepilgan xəzinini Səmərqəndki yötkəşini kiçik oğlu Abdülaziz xanға tapşırğan idi. Şu çağda Abdülatif xan atam xəzinini inimgə berib etdi dep xata düşəngen idi. Keyin momusu Gühərsat begim bir bözürki İşan Şeyh Nizam'dan xamış onu rasa eçitdi. Şu sebepten dadısının aldıda özünü etibarsız hesaplaydı. Olturs qopsa dadısından yiraqıraq turuşunu oylaydı. Onun da imkan var Səmərqənddən ayrılıb birər vilayətinin əmirlikini qolğa elişini mi Gühərsat begim bilen İşan Şeyh Nizam'dan xamış Allah idi tapılğan idi. Pədərlərə işənmisilər. O Sılı'dan xatırcan bulanmay, saxta mehribanlıq göstüb, yolğan vədlər bilən yeni de saxlavatıdı. Həqiqi məqsidi tacı təxtini Sılı'ga əməz, enelərə ötküzüb bəyməkçi. İxtiyardan qal'əsindən tepilgan xəzinini, Səmərqəndki yötkəş işini nemişqi Sılı'ya tapşırmay enelərə tapşırıdı. Gəp Sılı'ga işənməyənlikdə. Aşı xəzinini enelərə bəgisi bulmasa, aşındaq pərman düşürəlmədi. Xəzini bütünləy enelərinin qoluğa düşüb oldu. Ağaq və dana bolsılar xanzadə. Bundaq cim turi verməy, hiç bulmasa birər vilayetinin əmirlikini bolsunun qollarına kirgizgeçtirsizlar. Paltının cüldüsü bolsa bizini çıqırvaqlı boludu. Vaxtı kelgende amalını biz qılımız. Allah egem özü yöləydi. Tarif özürüklə mədət qılıdı. Momusu bilen İşan Pırı'nın bu sözleri Abdülatif xanның kulaq döydə toxtumay caranlaydı. Oğlunun inisini alahidi tılğı elib durup, Umu Sılı'nın köngülxuşluqları, Sılı'nın mehirleri onundan bana aşkan emez degen sözleri Mirzı Uluq Bəyinin kulaq döydə bir mudhiş avaz bulup caranlaydı. O menin yerimde turşunu xalımaydı iken. Yürükümü yerip kösetsemi bana işenmeydi iken. Ya Pərverdigar, nemiş onun gözdən pərzentlik mehrini görənməyəm. Gözlərdən nemiş adavət uçqundaydı. Biz degen rəqiblərdən emas, adı balıq o axır. Ketsin. Dimendisi bağlap qoyarının ornu yox. Onun üstüge yeşimi kiçik emas. Ağıçıları, pərzentləri var. Belkim onun degellerimi doğrudu. Birər vilayetinin əmirlikini bəsəm, ilgirki haytaqlıqını taşlap, saltanat işleri haqiqiy köngül beri. Onun üstüge Səmərqənddə İşan Şeyh Nizam'dan xamış ba. Her günü mülaqatlı bulup, Xanzadının quluquna tolğaydı. Köngülüge guman, təhliki uruquna çaçıdı. Meyl, bəliqki bası basın. Ayıq baxsam, köngülü erib qas əcəb emas. Rastıllı bəliqki berisini xalamdılar. Şu dakikada Mirzı Uluq Bəy oğlunun yanlardan ayrılığım yok ata deyişini ne kadar arzu kıladı. Bırak Xanzadə Abdülatif xanның gözleri bir tınlı çaqnap ketdi. Solğun çehrige sus kölke yugurdu. İcazet bəslə əlbət xalayman. Arzuları şu bolsa muradlarına yetişlə oğlum.
Edi Mirza Ulug'bek yuragi echishib turib. Shundoq qilib Mirza Ulug'bek cho'ng o'g'li Abdullatif xonni Baliqning amirligiga tayinlab yorliq tushirdi. Biroq u o'g'lim mendan cho'qim xush bo'ladi, uni momisidan Eshanpiradan ayirvatdim deb cho'tni xato so'qqanligini tezli his qildi. Mirza Ulug'bek o'g'li Abdullatif xon Baliqqa ketib uzoq o'tmay, onasi Guharsat begimning yo'l azobiga bardostlik berib, Hirotdan Baliqqa borganligidan, Eshon Shayx Nizomdan Xomishning sulh tavritish bahonasida Baliqqa berib, xonzodani qutlaqlab kelganligidan xabar topgan edi. Mirza Ulug'bek Abdullatif xonni Baliqqa avatib to'g'ri qilganligini yoki xato qilganligini damalliqqa his qilolmadi. Bu ishlarni har qitim esiga olganida ko'ngil aromi buziladi. Tagsiz xiyollarga g'arq bo'ladi. Aşı o'g'limning ko'ngliga insof bergaysan Parvardigor, deb chin yuragidan nido qiladi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushayakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat. Xayr, xo'sh, omon bo'lgaysizlar.